Shokoladni temperlash haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Lekin temperlash o'zi nima degani va nima uchun kerak? Bugun shu haqida gaplashamiz. Ko'pchilik shokoladdan dekor yoki konfet tayyorlash uchun shokoladni shunchaki eritib ishlatsam bo'ladi deb o'ylaydi, lekin bunaqa shokolad yaltiramaydi, mustahkam bo'lmaydi, qo'lingizda tez erib ketadi va sindirganingizda qarsillamaydi. Eritib qolipga soladigan bo'lsangiz, qolipdan ham ko'chmaydi. Vaqt o'tgandan keyin bunaqa shokolad oqarib dog' bo'lib qoladi. Buning sababi shokolad tarkibidagi kakao yog'ida, to'g'rirog'i uni kristallari buzilib ketganida. Shokoladni eritganimizda 31 gradusdan oshgandan keyin kakao yog'i ichidagi kristallari buzilib ketadi. Uni yana qayta tiklash uchun shokolad temperlanadi. Qanaqa qilib? Biz u kristallarni ko'rmaymiz-ku. Harorat orqali. Masalan, qora shokoladni oladigan bo'lsak, u bilan ishlash harorati bor. Odatda shokolad qadog'ida bu ko'rsatilgan bo'ladi. Birinchi shokoladni 45-50 gradusgacha eritib olamiz. Shunda shokoladni hamma kristallari buzilib ketadi. Shokoladni bug' ustida yoki manga o'xshab mikrovolnovkada 30 sekunddan sekin-sekin eritib olsangiz bo'ladi. Endi shokoladni 27 gradusgacha sovutishimiz kerak. Toza stol yoki tosh ustiga shokoladni quyib, shpatel yordamida sovutamiz. Haroratni termometr yordamida nazorat qilamiz. Shokolad 27 gradusga tushgandan keyin uning ichidagi kristallar yana shakllanadi, faqat shokolad uje qotishni boshlaydi. Endi u bilan ishlash uchun shokoladni yana 31 gradusgacha qizdirib ishlashimiz mumkin. Shokoladingiz to'g'ri temperlanganini tekshirish uchun qoshiqni ozgina shokoladga botirib 5-7 daqiqaga xonada qoldiramiz. Bu vaqt ichida shokolad butunlay qotib, usti yaltiroq bo'lishi kerak. Agar shokolad qotmasa, usti xira bo'lsa va bosganingizda barmog'ingiz qolsa, u temperlanmagan bo'ladi va jarayonni boshidan boshlash kerak bo'ladi. Temperlangan shokoladdan har xil dekor, shokoladli qulupnay, figuralar, konfetlar tayyorlasa bo'ladi. Keyingi videoda sizga qora shokolad va karamelli konfet tayyorlab ko'rsataman.